Assalomu alaykum muslimalarim. Bugun sizlar bilan sirnikki retseptini olyapman. Sirnikki qilamiz. Juda ko'pchilik qizlar so'ragandi. 400 gramm tvorogga, u menga домашний tvorog, 8 ложка сахар solasizlar. Stolовый ложкада yaxshilab aralashtirib, bir xil raspretzel qilib unga tuxum solamiz, oqini ham sarig'ini ham birga solamiz. Uni ham aralashtirib yaxshilab. Keyin приблизительно 7 ложка yoki 8 ложка un solamiz. Yengil aralashtiramiz, unda ham ezvormanglar. Yengil aralashtiramizda keyin o'zimiz xamir qilamiz va to'maloq zuvalacha qilamiz. Aralashtirib bo'lgandan keyin shu zuvalamizni ichiga un sepib, kolbasa holatga keltirib, kolbaska qilamiz. Keyin shunda удобный bo'ladi, kesib, to'maloq shaklda qilib olamiz. Обязательно un sepinglar, orqa-oldiga un sepsanglar, tekis chiroyli bo'lib chiqadi. Keyin tayyor bo'lgandan keyin bemalol skовородkaga ozginagina yog' qo'yasizlar. Qizlar ko'p qo'ymaysizlar, ozgina qo'yasizlar. Средний огоньda bir tarafini pishirib, keyin bu tarafini qilasizlar, bemalol tayyor bo'ladi.